Kichkina bir qishloqda Ibrohim ismli kambag'al bola yashar edi. Har kuni onasining uylarining ostonasiga ozgina ovqat qo'yib ketishini kuzatardi. Bir kuni u hayron bo'lib so'radi: "Onajon, bizda shunchalik oz narsa bor-ku, nega baribir birovga ulashasiz?" Onasining lablarida mehribonlik bilan tabassum paydo bo'ldi va u shunday javob berdi: "O'g'lim, agar biz borimizga shukr qilib, uni boshqalar bilan baham ko'rsak, Alloh bizga yanada ko'proq beradi." Ibrohim bu so'zlarni tushunmadi. Biroq kechqurun ularning uyiga bir qariya kelib qoldi. U minnatdorlik bilan shunday dedi: "Har kuni ostonangizdan ozgina taom topardim va bu meni ochlikdan saqlab qolardi. Alloh sizlarga baraka bersin." Ma'lum bo'lishicha, bu qariya bir vaqtlar taniqli savdogar bo'lgan, ammo barcha boyligini yo'qotgan edi. Oilaning mehru saxovati tufayli u yana oyoqqa turishga muvaffaq bo'ldi. O'z minnatdorchiligini izhor etish maqsadida u Ibrohimga bir miqdor pul berdi. Bu mablag' orqali bola ta'lim olishni boshladi. Yillar o'tib Ibrohim mashhur olimga aylandi. U odamlarni yaxshilikka, saxovatga da'vat qilar va doimo onasining so'zlarini takrorlar edi. Qachonki sen ulashsang, Alloh yanada ko'proq beradi. Nimaiki borligidan qat'iy nazar, muhimi ulashishga tayyor bo'lish. Alloh bizlarni rahim shafqat bilan sinaydi. Va bilingki, yaxshilik ulashganlar bergandan ko'ra ko'proq oladilar.